На каком языке говорит имам, если большинство прихожан тоджико бисёран дар масҷид? Барои ҳамаи тоҷикӣ гап задан даркор. Неке тоҷикӣ қинай, зиро у забони тоҷикӣ турки нест. Тәжіктердің фарстардан бітті өткен Саади Шерази деген алым бар. Кім деген? Саади Шерази деген алым өткен danışman мындай дейді. Ey hoca, çaro dar in dünya beyhabari. Ey hoca, çaro dar in dünya beyhabari. Ne için bu dünyanın haberin yok? Dağıyla bu dünyanın düşünmeysin. Ruzani şaban der talebu si muzari. Gece gündüz altın gümüş menen aleksin. Altın gümüş, alkezde altın gümüş akşaylı da dinar dirham eder. Hazır gece gündüz som değilsin, sum değilsin, euro değilsin, dolar değilsin, rubl değilsin. Sermaye tu der in cihan yak kafanas. Sen kanca altın gümüş, dolar, euro dep çurkavağın, bu dünyada senin akbede turgan bir elin ersen var. Sermaye tu der in dünya yak kafanas. Bir kepinin var. Ceşuba men ketesin. Kojunu ekip ketesin. Ahiretken ne ekip ketesin? Bir kepinin var. Bir dastان ابو حنیفه رو بشنوید. امام اعظم عرب نبوده، تاجیک بوده. امروز نزدیک 700-800 میلیون مسلمان در جهان پیرو مذهب حنفی هستند. من دعا العصبية ليس منا. ليس منا من دعا العصبية. Tojiy deydi, qozoq deydi, qirg'iz deydi, u deydi, bu deydi. Odam ajratish bo'ladi. Shu yerda bor birodarlar. Shu yerda turgan insonlarimiz ichida shunaqa insonlar bo'ladi. Tojikdan qiz olmaydi yoki tojikka qiz bermaslik kerak yoki mana uni farosati past, bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asabiyani, millatchilikni talab qilgan bizdan emas degan. Tushundingmi? Salmon Farsi fors dedi. Lekin sahoba edi. Qani turkdan sahoba chiqdimi? Chiqdimi turkdan? Forslar hozirgi tojiklar. Ular kerilib yursin tojiklar. Bizlardan sahoba chiqsin, chiqqan bo'lsin. Sahoba chiqqan, Salmon Farsi forslik bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldagi haqni izlab borgan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Mana bundan bo'lgan insonlar degan Salmon Farsi aytdi. Agarki iymon Surayyo yulduzida bo'lsa ham bular topib boradi. Ular o'sha iymonga erishadi degan. Salmon Farsiga berilgan bu va'da. Boshqa sahobalar ham bor edi shu yerda. Arab, ajam bo'lgan boshqa sahobalar boshqa joydan kelganlar, yo'q, ularga va'da berilmadi. Salmon Farsiga berildi. Millatchilik talab qilinmaydi, millatchilik qilinmaydi birodarlar. Otang, onang bir bo'lsa, nasling, asling bir bo'lsa, nima endi millatchilik qilsa?